Demak, assalomu alaykum hammaga. Bugun kontraktimizni universitetda o'qigan kontraktimiz yoki kollejda o'qiganimizni solig'idan 12% qaytarib olish to'g'risida o'rganamiz. Demak, buning uchun bizga birinchi o'rinda nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda elektron raqamli imzo, bu xalq tilida ключ deydi. Ikkinchi o'rinda to'lov kvitansiyalarimiz. Agar to'lov kvitansiyalarimiz yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, bankka borib, agar kartadan to'lagan bo'lsangiz, обороткасini olishingiz mumkin. Uchinchi o'rinda shartnoma, universitet yoki kollej bilan tuzilgan shartnomamiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda biz my3soliq.uz saytiga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda xizmatlar bo'limi bor. Xizmatlar bo'limiga kiramiz. Tak, mana bu yerda qarasak, jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risida deklaratsiya. Mana shuni bosamiz. Endi hozir men bu yoqqa ключ bilan kirib oldim. Shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligi uchun uni ko'rsatmadim. O'zingiz ключ bilan kirasiz. Ключ bilan kirish uchun birinchi kompyuterda siz shundoq ключ ishlamaydi, u elektron ключ. C diskda DCKS degan papka yaratib, imzo modulini ustanovka qilganingizdan keyin, DCKS ichiga ключ tashlaganingizdan keyingina ключ ko'rinib, ключda kirishingiz mumkin. Shundoq kira olmaysiz. Xo'p, demak, deklaratsiya qismiga kirdik mana. Deklaratsiya to'ldirish. Endi deklaratsiya to'ldirishni boshlaymiz. Birinchi, ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. Xo'p, telefon raqam degan joyga o'zingizning telefon raqamingizni kiritasiz siz. Misol uchun mana qilib yozyapman. Tak, hisobot turi. Hisobotga birinchi topshirayotgan bo'lsangiz hisobot qilasiz. Siz bir marta topshirib, keyin yana topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha yil uchun qayta hisobot qilasiz. Hisobotni tanlayman. Tak, deklaratsiya turi. Deklaratsiya turi bu jami yillik deklaratsiya. Tanlaymiz. Tak, qaysi yilga qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, siz oxirgi 3 yilga qaytarib olishingiz mumkin. Har yilga alohida tashaladi. Misol uchun biz 2024 ga olmoqchimiz. 24 bosaman. Mahallangizni kiritasiz. Davri yillik. Ixtiyoriyni bosamizda. Tak, biz ixtiyoriy jo'natayotganimiz uchun shuni bosamiz. Tak, saqlashni bosamiz. Demak, mana tepada ma'lumotlar muvaffaqiyatli yuklandi. Tak, bu yoqqa asosiy ish joyingizni belgilaysiz. Agar siz boshqa yana bir ish joyida ishlaydigan bo'lsangiz, asosiy bo'lmaganini belgilab faylni biriktiramiz. Bu fayl qanaqa fayl bo'lishi kerak? To'lov kvitantsiyalaringiz, shartnomangiz, ana shularni biriktirasiz. Bitta PDF qilib. Xo'p, biriktirganimizdan keyin mana biriktirdik biz. Saqlash tugmasini bosamiz. Uni bu yerda ma'lumotlar saqlanyapti. Va keyingi tugmasini bosamiz saqlangandan keyin. Keyingisini bosdik. Mana bu yerda bir qancha toifalar chiqadi. Bu toifalardan soliq imtiyozlarini tanlaymiz. Hop, tanlaganimizdan keyin imtiyoz turi. Bizda universitetlarga bo'lgani uchun soliq solinmaydigan daromadlar. Soliq kodeksining 378-moddasiga binoan shuni tanlaymiz. Tak, soliq imtiyoz toifalari. Imtiyoz toifalariga tak, matnda ko'rsatib qo'ygan professional va oliy ta'lim tashkilotlari ta'lim olish. Ana shuni bosamiz. Bu yerga talabani pasportidagi JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami. Agar siz ID karta olgan bo'lsangiz, orqasida 14 ta raqam bor, o'shani kiritasiz. Agar oddiy pasport bo'ladigan bo'lsa, tagida bo'ladi, o'shani kiritasiz. Mana bu yerga yozganingizdan keyin bu yerda talaba ism, familiyalaringiz avtomatik tug'ilgan yillar shakllanadi, yoshingiz shakllanadi. Tak, aslida o'quv yurti ham nomlari shakllanishi kerak, avtomatik. Agar shakllanmaydigan bo'lsa, siz o'zingiz qo'lda yozib chiqasiz. Tak, universitet nomi, fakultet, nechinchi kursligingiz bu yoqqa ta'lim turi sirtqi, kunduzgi, kechki qaysi birida o'qisangiz o'shani kiritasiz. Tak, mana bu yerda ta'lim tashkiloti stiri, INNisi, bu shartnomaning eng tagiga qarasangiz,
O'sha yerda yozib qo'yilgan, o'shani kiritasiz. Kiritganingizdan keyin bu yerda ta'lim tashkilotingiz nomi avtomatik chiqadi. Tak, bu yoqqa shartnoma raqami. Shartnoma raqamingiz o'sha boshida, shartnomangiz boshida o'zi yozib qo'yilgan bo'ladi. O'shani kiritasiz. Bu yerga shartnoma sanasi, u ham o'sha yerda bo'ladi. Buni yozasiz. Tak, jami yo'naltirilgan summa debdi. 1 yillik kontrakt to'lovingiz qancha, o'shani yozasiz. O'sha yil uchun. Bu yoqqa qanchaga qaytarib olmoqchisiz, o'shani yozasiz. Tak, yozib bo'lganingizdan keyin bu yerga yana o'sha boyagi faylni biriktirish. Agar siz ota-onangiz nomidan oladigan bo'lsangiz, unda ota-onangiz plastik kartalarni skaner qilib, pasportlarni skaner qilib biriktirasiz. Biz o'zimiz uchun olayotganimiz uchun o'zimizgini mana biriktirdik. Tak, bu yerda deklaratsiyani saqlash tugmasiga bosasiz. Endi men hozir bosa olmayman, chunki qaytarib olganman. Soliq qarzga tiqib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun siz deklaratsiya saqlashni bosasizda, bosganingizdan keyin bu yoqda o'zi spiska chiqadi. Qaysi yilga qancha olmoqchisiz, qancha qaytadi, hammasi chiqadi ro'yxat. Va keyingi tugmasini bosganingizdan keyin arizani birinchi qismi tugaydi. Endi ikkinchi qismiga o'tiladi arizani. Ikkinchi qismiga mana bu yerda jismoniy shaxslarning ortiqcha to'langan soliq summalarini qaytarish, ana shunga bosasiz. Tak, bosganimizdan keyin bu yerda hududni tanlaymiz. Bu yoqqa telefon raqamingiz va Gmailingizni kiritasiz. Hop, kiritganimizdan keyin soliq turi. Mana o'zi yozib qo'ydi, kontrakt to'lov va ipotek kreditlar. Mana shuni bosamiz. 172 bo'yicha. Tak, bosgandan keyin bu yerda ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. Shakllangandan keyin ortiqcha to'langan soliq summasi vujudga kelgan sana va qisqacha sababi. Bu yoqqa masalan 2024-yil uchun to'ldirilgan deklaratsiya deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Qaysi yil bo'lsa o'shani yozasiz. Tak, mana bu bo'limda ortiqcha to'langan summani boshqa soliq turiga o'tkazish. Bu nima degani? Bu degani masalan boshqa soliq turidan qarzingiz bo'lsa, o'shanga qoplab olish. Tak, ikkinchisi ortiqcha to'langan summani shaxsiy hisob varag'iga qaytarish. Bu shaxsiy hisob varag'i o'zingiz plastik kartangiz. Shuni bosasiz. Plastik kartangiz raqamini terasiz bu yoqqa. Bu yoqqa siz qaysi bankdan karta olgan bo'lsangiz, xuddi o'sha bankda tranzit raqamlarini terasiz. Bu yerda e'tiborli jihati, tranzit raqami u Uzkartga alohida, Humonga alohida bo'ladi. O'shani bankdan so'rab yozasiz. Bu yoqqa bank infosini yozasiz. Bu yoqqa qancha summa qaytadi, ana shuni yozasiz. Summa qaytadigan summa mana bu yerda o'zi shakllangan. Xuddi shuni bu yoqqa ko'chirib qo'yasiz, yozasiz. Bu yerda o'zi summa o'sha harflarda chiqadi. Va keyin mana bu yerga bitishkani qo'yamiz. Arizada ko'rsatilgan ma'lumotlarni ishonchli va to'g'riligiga, to'liqligiga tasdiqlayman degan ma'noda bitishkan qo'yib, yuborishni bosganingizdan keyin, mana bu yerda o'zi ariza muvaffaqiyatli yuborildi deb chiqadi. Bo'ldi, demak ariza tugagan bo'ladi. Demak, ijro muddati, qaytish muddati 15 yoki 20 kunda soliq kodeksi bo'yicha belgilangan. Ana shuni plastik kartangizga o'zi SMS shaklida kelib qaytadi. Agar tushunmaydigan joylaring bo'lsa, universitet, kollejlardagi 12% ni qaytarib olish yoki siz subsidiya asosida uy olgan bo'lsangiz yoki yosh oila asosida ipotechnik kredit qilib uy olgan bo'lsangiz, ularni ham 12% ni qaytarib olish bemalol mumkin. Tushunmaydigan bo'lsangiz, men telefon raqamlarini qoldiraman bu yoqqa, Telegram manzillarim. Menga murojaat qilsanglar, o'zim hammasini to'g'rilab yuborib beraman ariza, xohlasanglar agar. Bu yerda Telegram manzilimni qoldiraman, Yagona darcha xizmatlari guruhim. Shu yoqqa kirib men bilan bog'lanishingiz mumkin. Tushunmasangiz yordam beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.